Trader advokatga qarshi. 30 yoshgacha kim ko'proq daromad topadi? Har ikkalasi ham 18 yoshdan boshlashadi. Trader kollejga bormaslikka qaror qiladi. Trader notebook uchun $2000, bozorga kirish uchun esa $5000 sarflaydi. U bir haftada birinchi hisob raqamidagi barcha pulini yutkazadi. Ota-onasining yer to'lasida yashaydi. Bank hisobi esa $0. Advokat 4 yil davomida huquqshunoslikka tayyorlanadi. Yuqori o'rtacha ball GPA olish uchun kuniga 10 soat o'qiydi. Daromad yo'q, aksincha $40000 talabalik krediti bor. Bank hisobi minusda. 24 yosh. Trader nihoyat o'z yo'nalishini topadi. U kriptovalyuta va oltin bilan savdo qiladi. Ba'zi kunlari $10,000 foyda qilsa, ba'zida $5000 yutqazadi. Stress tufayli sochlari to'kila boshlaydi, lekin yiliga $200,000 daromad topadi. Advokat nufuzli yuridik maktabga kiradi. Qarzi $180,000 gacha ko'tariladi. Rezyume yig'ish uchun yozgi ta'tilda tekinga stajirovka o'taydi. Hali ham tez tayyorlanadigan lapsha yeb kun ko'radi. 29 yosh. Trader o'yin qoidalarini to'liq o'zlashtiradi. U Dubay sohilida kuniga atiga 2 soat ishlaydi. Uning sof boyligi $2 million, ammo ish xavfsizligi 0%. Advokat yirik yuridik firmada katta yordamchi lavozimini egallaydi.